Bundan keyingi ikkitani mana birinchisini ko'tardik. Ikkinchisini ham tepasini to'qmasdan turib, avval ko'tarib, keyin to'qiymiz. Mana ikkalasini ham ko'tardik. Endi birinchisini o'tkazamiz. Ikkinchisini ham o'tkazamiz. Mana burchak hosil bo'ldi. Endi bu yog'ini xuddi shunday oddiy to'qib ketaveramiz. Dag'allashib boshladi, chunki biz ikki qavatda to'qiyapmiz. Men joyi mana qatorni mana bu yergacha bir xil to'qiladi. Mana oxiriga yetib keldim. Oxirgisini ham to'qiyman. Endi bu yerda uzmaymiz. Galotchkani ko'taramiz. Mana bu mana buni tepasida bor. Mana shu yerdan kirgizamiz. Bu tarafdagi mana olib o'tib. Endi mana bu V bor. O'sha V'ni o'rtasiga kiramiz. Bu tarafdan ipni olamiz. Bu tarafdagini kirgizib, mana qatorimiz ulangani ham bilinmaydi. Endi ustunini to'qishni boshlaymiz. O'rtaga joylashtirishimiz kerak. Mana bu yerdan sanaymiz. Mana bu yerdan ikkitani chiqarib tashlaganimizdan keyin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ekan. 11-si eng o'rtasi bo'ladi hozir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mana 11-si eng o'rtasi bo'ladi. Bu yerda 2, 4, 6, 8, 9 ekan. 9 ekan. Bu 5-si bo'lsa 4 ta bu yerdan 4 ta bu yerdan olib. Mana shu yergacha yashilda to'qib olamiz. Tushdi. Uchta to'qib olib, keyin mana korishneviy ipni ulaymiz. Bu tepa tarafini mana shu korishneviy ip bilan tugatamizda. Keyin yashil ipni o'rtaga olib, bu korishneviy ip bilan to'qiymiz. 9 ta mana shunaqa korishneviy rangdan to'qib olamiz. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, yettinchisi, sakkizinchisi, to'qqizinchisini bunaqasini galotchkasini nimadan qilamiz? Korishnevidan qilamiz. Tepasini yashildan ko'taramiz. Endi yana yashildan davom ettiramiz to narigi tarafgacha. Burchagini yana bir marta ko'rsatib beraman. Keyin o'zlaringiz mustaqil to'qiysizlar. Ora-orada olib ketayotgan paytda sal ichidagi ipni tortib qo'yinglar, chunki yig'ilib qolib, ko'rinib qolishi mumkin.
Mana endi burchakka keldik. Mana bitta galочка ko'tardik, ikkinchi galочкani ko'tardik. Birinchisidan to'qidik, ikkinchisidan ham to'qidik. Endi yana xuddi shunday davom etib ketamiz. Burchaklarini to'g'rilab ichkariga kirgizib qo'yishimiz kerak. 9 ta orasida oranjiviy bo'ldi. Xuddi shunday bu tarafini koreshniyadan olamiz. Endi 9 ta koreshniyani to'qiymiz. Shu hisobda bu yerda 1 2 3 4 5 6 7. 7-chisidan boshlab koreshniyaga qo'shib ketamiz. 9 ta. 2 3 4 5 6 7 8 9. Buni galочкасini har doimgidek yashildan ko'taramiz. Shunda keyingi qator to'g'ri bo'ladi. Mana 1 2 3 4 5 7 8 9 ta. Bu yerda 2 4 6 7 ta qoldi. 2 4 6 7 ta. Xuddi shunaqa qilib mana bu yerini o'lashga qavat слишком qalin ketyapti, shuning uchun bir qavatdan
burchagini 2 qavatdan chiqaramiz, chunki juda joyi o'zining ichiga olib qoladi. Shuni birinchisidan o'tkazamiz. Ikkinchisidan ham o'tkazamiz. Endi davomini bir qavatdan to'qib ketib, mana bu yergacha uramiz. Endi men buni qatorni qisqartirmoqchiman. Mana bu qator to'qildi. Endi mana bu qatorga o'taman. Agar sizlar to'qimoqchi bo'lsalaring, yana 2 qator xuddi shunaqa mana bunaqa bitta ko'paytirishdan qilib 2 qator to'qib, 3 qator mana shunaqa общий qator to'qsalaring bo'ladi. Men hozir qisqartiraman. Mana bunaqa qilib, mana bu yerdan bitta-bittadan tashab, korishnevisini to'qiyman.